qanday jinoyat qildi? Bir qizaloqni o'ldirganmish. Hey! Senmi hali yoshgina qizaloqni o'ldiradi? Mana! Seda Altunkayni qasddan o'ldirish jinoyatini sodir etgan ayblanuvchi Mehmet Qo'yunchi Turkiya Jinoyat kodeksining 450-moddasi 3 va 4 bandiga ko'ra o'lim jazosiga hukm qilinsin. Uni jazolashga haqlari yo'q aslida. Men Sherifdan so'radim. Sog'lomligi to'g'risida ma'lumotnomasi bor ekan, ammo Qanaqasiga sog'lom bo'lsin, zig'ircha ham aqli yo'q-ku. Hey, o'limidan avval hech bo'lmasa qizini ko'rsa bo'lardi. Ichkariga bir qizaloqni olib kirasan.